Jannatul Muala. O'sha u daraxt deb gapirdi. Nima Nodir Shoh? O'sha daraxtdan o'ngiroqda ko'tarib, chiroyli qilib o'rab qo'yilgan joy Hadicha-i Kubro. Hadicha roziyallohu anha onamiz dafn qilingan joy. Avval Jannatul Muala haqida 2 og'zim, keyin qabriston haqida 2 og'zim, Hadicha-i Kubro onamiz haqlarida yana 2 og'zim keyin gaplashamiz. Xo'p? Yarhamikulloh, sog' bo'ling. Jannatul Muala deb turib aytadiki, ba'zi bir nimalarda aytilinadi, qiyomat tonga otganda deydi. Avval Jannatul Muala ahli jannatga kirdilar ekan. Undan keyin ahli Jannatul Muala. O'sha u daraxt deb gapirdi. Nima Nodir Shoh? O'sha daraxtdan o'ngiroqda ko'tarib, chiroyli qilib o'rab qo'yilgan joy Hadicha-i Kubro. Hadicha roziyallohu anha onamiz dafn qilingan joy. Avval Jannatul Muala haqida 2 og'zim, keyin qabriston haqida 2 og'zim, Hadicha-i Kubro onamiz haqlarida yana 2 og'zim keyin gaplashamiz. Xo'p? Yarhamikulloh, sog' bo'ling. Jannatul Muala deb turib aytadiki, ba'zi bir nimalarda aytilinadi, qiyomat tonga otganda deydi. Avval Jannatul Muala ahli jannatga kirdilar ekan. Undan keyin ahli